Bechara yana uxlab qoldi borki. Buni ish kerakmidi borki? Ertaga obedga chiqarishar ekan. Bu yomon narsa, uxlab qolib hadeb yengilish borki, juda yomon narsa. Yuzini yoriq qilsin. Xudoyim ko'rsatib qo'ydi-da. Misol uchun qara, men senga telefon qildim. Kamil yana video chiqaryapti. Nima qilay? Atvet qaytaraymi yo'qmi desam, qo'y, nima qilasan deding, to'g'rimi? Qo'y. Doston qimorda reklama qilmasligi mumkin, lekin qimorda eng ko'p blogerlardan ko'p targ'ib qiladigan ligani chempioni. Menga u qimorda targ'ibot haqida gapirmaydi. Faloncha, pistoncha. Menga qizig'i yo'q narsani aytaman. Agar shunchalik xudo jo'y bir, shunchalik bir qimorda reklama qilmaslik kerak. Kamil karate olamdan o'tib qopti, joy jannatdan bo'lsin, oxirat obod bo'lsin. Kecha boksda qattiq urushib, Satrasina holatiga tushib, Rossiyada Sankt-Peterburgda vafot etibdi.